O'zbekiston bozorida eng arzon traktorlardan bo'lgan Chimgan Elda 154 hamda Chimgan Elda 134 traktorlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Assalomu alaykum Chimgan kuzatuvchilari. Mana sizlar bilan Elda 154 50 ot kuchli traktorlarimiz haqida qisqacha so'z qilib o'tamiz. Yili 25, 4 portion, old orqa balon tortadi. Pol avtomat korobka, ya'ni reversli traktor. Salon qismida konditsioner, pechka, hamma narsa bilan jihozlangan. Bundan tashqari bunda eng qulay bo'lgan narsasi, akalar, massasi kalitda o'chib yonadi. Ya'ni kalitni qo'shganingizda massa avtomatik yonadi, o'chirganingizda avtomatik o'chadi. Ya'ni traktordan tushib o'chirib yurishingiz shart emas. Bu 50 ot kuchli traktorimiz. Endi buni ukasi 30 ot kuchli traktor haqida ham qisqacha so'z qilib o'tamiz. Bu Elda 134 30 ot kuchli 3 portionli traktorimiz. Bu ham shu ko'rib turganingizdek orqa oldi balon tortadi. Oldilarida oldingi modellarimizda protivovesi har bittasida 4 tadan bo'lgan bo'lsa, bunda o'sha mana ko'rib turibsizlar 6 tadan, ya'ni qo'shilgan. Bu ham shu akasidan qolishmaydi, zamonaviy traktor. Endi bu traktorlarimizni narxini aytib o'tamiz, akalar. Elda 154 50 ot kuchli traktorimiz narxi $11,000. Kelsanglar $500 ustupkasi bor. Ya'ni 10,500 ga xarid qilishlar mumkin. Elda 134 30 ot kuchli traktorimiz esa $8,000. Kelsanglar 7,5 ga xarid qilishlar mumkin. Bemalol test drive hammasi bor. Bu ikki traktorlarimiz haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun YouTube kanalimizga o'tinglar va videoni tomosha qilinglar. Qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lish uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Chimgan O'zbekiston hosilingiz kafolat.